Tövəndi diqqətinizə Şunqar qəbi çağlar namlıq çatma əsərinin 11-ci qismini və Unutma o adamni degan she'rni taqdim qilaman. Şunqar qəbi çağlar namlıq bu çatma əsərinin 11-ci qismi 2014-yılı 30 iyunda e'lon qilingan bo'lib, men bu əsərimni vatandan ayrılıb chiqib ketib, dunyoning har qaysi joylarida yashasimi, o'zining xalqini, tug'ilgan vatanini har doim seg'inib turadigan, turmushning issiq sovuqlarini ko'rib tavlangan, chidamliq, ishchan, ma'rifatparvar, g'ururliq qarindoshlarimga, ya'ni apandilarga, xonimlarga, cho'nglarga va yoshlarga bag'ishlagan hali ham bag'ishlayman. Şunqar kabi çağlar 11-ci qismi. Shunda qilib men bir xil murakkab ruhiy holat ichida dakkulikka, yatsirash hamda qiziqish ichida 1997-yili 19-oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlarining markazi bo'lgan Washington DC xalqaro aerodromidan chiqib keldim. Men baradigan Bostonda u chaqlarda birmi Uyg'ur bo'lmaganlikdan biletni mushu yerga olgan edim. Chunki Maryland shtatida o'ltirishliq Rishad aka oldimga chiqmoqchi bo'lgan edi. Har kishi yot erga barsa o'ziga yaqin kishilarni izlaydi albatta. Men aerodromdan chiqsam 3 kishi. Rishad aka, yana bir oq pishmoq, gavdalik kelgan bir kishi va men dematlik Qaysar Seyit meni kutib turibdi. Ular bilan quchoqlashib ko'rishdik. Ularning hammasi qizg'in. Ular meni bir uyga elib berishdi. Bu chaqlarda bu davlatda yashaydigan Uyg'urlar sanoqli ekan. Avu Palvon Sifat akimizning ismi Farhod ekan. Qaysar Seyit universitetda mendan bir qarar tövan o'qigan bo'lib, matematika kasbini bitirgan. O'zi a'lochi o'quvchi edi. Farhod aka bilan Qaysar ikkisi bir yerda turdi ekan. O'zaro tinch amonlik so'rashgandan keyin vatanning gapini qilishdik. Ular kechda tamoq atdi. Atsi ularning har ikkisi ishga ketdi. U chaqda nadi qo'l telefon, WeChat va yoki Facebook, Skype. Vatandagi ota-onam va ko'nglimdagi kishilarga tinch amon yetib kelganini uqtirib qo'yman. Jiq bo'lsa $50 ketar deb turayotgan uyimdagi telefondan bir necha qitim telefon urib sapman-da. Xalqaroliq telefon qilishni uqmandan keyin operatorning yordamini so'rab uribman. Buning ish haqqi baq qimmat bo'ladi ekan. Kechda Farhod aka dedi: "Uka, savarchan bo'lsang bo'lmamda. Bizga saqlab, bizning xalqaroliq telefonni qandoq urishni so'rab urishing kerakdi. Endi ko'p pul to'lab ketilgan bo'ldi." Tantaglikning tannarqi yuqori bo'ladi albatta. Bir oydan keyin Bostonga avatib berilgan telefon talondan Farhod akamning deganining rostligini bildim. Farhod akam o'zi mard, gapi ochiq, g'ururliq, tipik Uyg'ur yigit ekan. O kuni ular meni yaxshi yerda yotqizdi. Ertasi kechda tamoq yeyilib bo'lganda Farhod akam dedi: "Yafka, yeyam ovqatini. O'g'il bal degan ishni tan qilishadigan." Uning degani to'g'ri. Qachini yudim. O'gini u dedi: "Uka, aytam av pulni. Pakiz o'lto'g'anga nima etdi?" Uning bu gapimi to'g'ri. Men pulni etdim. "Uka, senmi Uyg'ur? Qilam avini, yordamlash menga." Ish qilib bu odamning hamma gapi to'g'ri bilindi. Odam degan ashunda ochiq, yo'riq bo'lishi kerak. Men 2 kun uyda yolg'iz qolgandan keyin ichim pishdi. Orliqda menib poytaxtning atrofiga berib baqdim. Ko'chalar shundoq pokiz ko'rindi. Bir yerda qarasam, 17-18 yoshlar chamasida qizil ishdan kiyib olgan qora tanlik bola bir o'rinda turilib mung bo'lib ketibdi. Oldiga ingishidi, keyniga silkinidi. Diqqat qilsam, qulog'ida quloq tingshig'ich. Qiziqgana bular deb o'yladim ichimda.
Shu kuni Qaysarga dedim. Meni o'zing ishlaydigan yerga ilib borsan, ko'rib baqsam. Qaysar intayin chidamli ham tirishchan ekan. U ertasi sahar 5:20 bilan 6 oralig'ida meni ilib yugatib, o'zi ishlaydigan yerga ilib bordi. Yo'g'on bir yuk tushirish mashinasini haydab xizmat qildi ekan. U ishni qilishga kalla va g'ayrat bo'lmasa, odatdagi bo'shan odamlar aldirab qila olmaydi. Oradan bir hafta vaqt o'tganda, men Bostondagi maktab bilan aloqa qilsam, ular Bostonga kelsang bo'ladi dedi. Shuning bilan men Rishad aka, Farad aka va Qaysar bilan xo'shlashdim. Qaysar meni atsi uzun yo'llik avtobus shirkati Greyhoundning Bostonga boradigan birisiga selib qo'ydi. Bilet u chaqda $88 ekan. Pah, bu yo'llarning go'zalligini. Kuz faslida Amerikaning sharq qirg'idagi yo'l bo'ylaridagi daraxtlar har xil rangga kirib, tabiatni boshqacha chiroyli qilib o'tadi ekan. Bu go'zallikni ko'rib, avtobus toki New Yorkka kelguncha xo'shal o'ltirdim. New Yorkka kelganda biror soatdak saqlab, ondan Bostonga mangdigan boshqa avtobusga o'ltirib, yo'lga qarab ravon bo'ldik. Mening yonimda o'ltirgani ochiq yo'riq, go'zal bir xonim edi. Avtobus qo'zg'alib biroz mang'andan keyin bu xonim menga gap boshladi. Gap avval kuz fasli tabiat baxsh etgan go'zallikni madiylash bilan boshlandi. Menga bo'lib berdi bundoq yaxshi temalar. Biroz ochiq yo'riq so'zlashgandan keyin xonim nerdan kelganimni, nima millat ekanligimni so'radi. Uyg'ur. Voy, men Uyg'ur desam, hech tushundigandek emas. Mavdudni bizdek ulug' millat uqmayotganini deb o'ylab o'tib, degim kelib qoldi. Voy, biz Turkiy xalq, Turkiy yaqin. Ayolning chiroyida shu omon bir xil sovuq ifoda aks etdi-da, ikkinchi menga gap qilmadi. Allah, nima ishdi bu? Og'zim purab qolganmidi yoki qo'ltig'immidi? Ko'nglimga kelmagan xayollar kelib ketdi. Ayollarning eng saskinligini yoki og'zi yoki teni sesiq puraydigan erlarda. Alayzal 1-2 soat mang'andan keyin avtobus Bostonga yetib keldi. Avtobusdan tushib, chamdonlarimizni ilayotgacha u ayol menga bir qardi-da, bir xil o'chmanlik bilan aytdi. Bilib qo'y, men arman. Men uning gapini qandoqmi tushunay? Arman bo'lsang nima qarim? Menga nima munosabati bor, dedim ichimda. Keyin Bostonda bir mazgil yashandan keyin ayni chaqda heliq Arman xonimning menga qattiq takkinining sababini tushundim. Tarixda turklar bilan armanlarning so'qishi bo'lib, ikki tarafdan nurg'un odam o'lgan ekan. Amerikaga ko'chib kelgan armanlarning avlodlari va ularning ichidan chiqqan boylari va siyosiyonlari to'xtamay Amerika parlamentini Turkiyani ayni chaqda armanlarni irqiy qirg'inchilik qilgan deb ayblashga qistaydi ekan. Hatto o'tgan asrning 80-yillarida Turkiyaning Bostonda turishliq elchisini Arman oshqun kuchlari bomba qo'yib portlatib o'ldirib etgan ekan. Mening turklarning zodi armanlarga qarta irqiy qirg'inchilik ilib barmaganligini bilgim yo'q. Uning faqat tuhmat bo'lib qilishni umid qilman xolos. Tarix bugungi aynak deydi ko'nalar. Demak, sen kuchim bor deb ojizni bo'zaq qilib, qurolli kuchingga, hokimiyatingga tayinib dushman deb qaragan kishilarni, xalqni qirg'in qilgan bo'lsang, tarix uni xotirlab qo'yadi. Ziyonkashlikka uchrag'uvchining avlodlari ko'nglida intiqom olishni o'ylaydi. Shuning bilan dushmanlik kuchayib, tinchlik yer sharidan yomonlab, bo'qchisini ko'tarib boshqa planetga ko'chib ketadi. İnsanlarning insofsizligi, askarligi va vahshiyligidan biz yashayotgan yer shari o'zini vayron qilgan zaharlik o'tning urug'larini o'ziga chashmoqda. Shu kuni esimda qilishcha, oktyabrning 26-kuni edi deyman. Men kun o'ltirib Qashqaraygan chaqda Bostondagi cho'ng qatnash bekiti bo'lgan janubiy bekatga yetib keldim. Urumchidan olgan chamadonimni so'rab bekatdan chiqdim. Yaxshimi ichida ko'p narsa yo'q edi. Chunki men ayni chaqda navodi viza ololmay qolsam-chu degan ehtimollik bilan chamdonni yarim yoti to'ldirgan edim. O chaqda Bostonda bir mu Uyg'ur yo'q bo'lib, mening oldimga chiqib olib kutib olg'idak,
bir adımizat bo'lamdigan. Nәге berib, nədə turuşanı bilməgəndən kella musafirçilik tutadi ekan. Demismi, mən nəge berishimni bilmayman da. Beşim qıyıb, çamdanımni so'rab, bekatning oldiga chiqsam, qo'lida bir harva tutib turgan, kilishgan, uzun bo'yliq 20 yoshlar chamistiki, ispan qiz bo'lsa kerak. Bir qiz menga qarab kulimsirayotdi. Xato ishorat qilayotgan o'xshaydi o deb, oldi keynimga qarasam, u menga qarab ishorat qilib o'tibdi. Hollywoodning kinolarida ko'rgan Amerika esimda bo'lganligi uchun bu qizning tabassumini do'stonlik deb tushunib qopdiman. Bu xuddi eshak o'laman desa, quyruqi g'ijak tortibdi degandek ishkan. Uning niyatini bilib beqish uchun, ya'ni kulimsirashning sababini bilish uchun gap boshladim. Yaxshimisiz? Uning ko'zi chamdanimga tushdi. Menga qarab qo'yam degan. Jinning qasi shaptilda degan shu, dal shu. Aslida u mening chamdanimni arvasiga besib, taksining yoniga olib qo'ydi ekan. Men uningga haq berdi ekanman. Haq berishning gapini anglabla beshimni burab, chamdanimni so'rab boshqa yo'nalishga mangdim. Bu piqsiq demanglar, ha, o'qirmanlar. Balki danglar idraklik Uyg'ur. Bismillah bir go'zalning jilvisiga pulg'ajlab tursam, uzun qolmay kak saltang bo'lib ko'chada axlat terish qolmamdiman. Men texin nagi berishimni bilmayman. Bilmagan yerning do'ngi rost cho'nqur ekan. Men bir xil notunush muhitning ichida ayni bir amaga o'xshab qoldim. Bir ko'chada g'altaklik chamdanimni so'rab ketib olsam, yomg'ir yog'ishga boshladi. Yo kunlik yo'q, yoki panohlang'udek bir kapa. O'lmakning ustiga tepmak degandek, yilqi g'altaklik chamdanimning bir choqi buzilib ketsa bo'ladi. Shuning bilan yiroqqa berish ko'zim yetmadi-da, kichikchig'imda ko'rgan at üstü bir toyda toy bo'lgan qizni atdan yulib ilib ko'targan yigitdek bu chamadonni ko'tarib kelgan yo'lim bo'yicha bekatga qaytib keldim. Bir chaqda ko'zim uchur ustili degan yerda o'tirgan qora tanlik ayolga tushdi. Men u ayolga ahvolimni aytib, arzariq yotoq tepib berishni o'tindim. Bu ayol mening taqqa turqimga bir qarab chiqib, ko'zimdan chiqib turgan tashvishni his qildi. Bo'g'ay nayt yaxshi muomala qildi. U bir necha yerga telefon qilish orqali Boston yoshlar yotoqxonasi degan yerda bir kuniga $15 yotoqning borlig'ini deb chiqdi va meni o'rlashtirib bo'ldi. $150 bilan $15ning farqini hisoblab beqingni o'qirmanlar. Qartanlik ayol mening mo'ldirlab turgan ko'zlarimga, nima qilarimni bilmay turib ketishlarimga qarab, ichi yana og'rigan bo'lsa kerak, yeliq mehmonxonaga qandoq bordiganligim, qaysi poyezdga chiqib, qaysi bekatda olmishdiganligimni tafsili yozib tushundirdi. Bu chaqda Boston shahar ichida qatnaydigan poyezdning bileti 50 sent ekan. Ya'ni 50 sentga bir seriq tangi berdi ekanda, yo'lovchi tangini poyezdning ichiga tashlaydi ekan. Hozir bu baho $2,5 chiqdi. Poyezdga o'tirib shundoq bir tasda yotadigan yerimni tepib keldim. Qarasam, bu shu chet ellik qisqa muddatli sayohatchilar 2-3 oqshom turib ketadigan yer ekan. Avstraliya va Yaponiyadan kelgan 7 kishi ham men qo'shilib 8 odam yotadigan yotoqda bir kecha tunaydigan bo'ldim. Qarasam, bu har yerdan kelganlarning inglizcha ohanglari ajoyib ekan. Bir mening hamroyim yo'q. Ular Bostonda ko'rgan bilganlarini so'zlashishganda meni g'am besishga boshladi. Endi qanday qilaman? Nerede turaman? Bundan keyingi qadamni qandoq bosarman? Yandagi pulimni qandoq yetkazarman? Yot elda tanha yosh balaga bo'lganlar bir olamning g'emi edi. Tuyuqsiz xiyolimga ilgari Amerikaning Kaliforniya shtatidagi Kaliforniya universiteti Northridge sho'basida xizmat qilgan antropologiya professori Nancy Walter xonim keldi. Men vatanlik chaqda maktab gezdidan Nancy xonim haqidagi bir maqolani o'qigan edim. Maqolada bu xonimning Tangirtog' diyoridan Amerikaga kelgan o'quvchilarga yordam qilib kelayotganligini o'qigan. Ham keyin bu xonim bilan tanishgan edim. Ya'ni men Nancy xonimni tunji qitim Urumchida universitetning oldidagi pochtaxonada xatchak silayotganda tanishib izlashib o'tgan edim. Xonim ham keyin menga xat yozib ilhom bergan edi. Men Amerikaga kelishdan burun o'zimning Boston kelganligi haqida xonimga uchur bergan edim. Shu vajidan uning telefon nomeri bor edi. Shuning bilan Nancy xonimga telefon qilish niyati kelib qoldi. Xonim pensiyaga chiqib, Los Angeles shahridagi uyini setib,
Amerikaning go'zal tog'liq rayoni bo'lgan Mammoth ko'li rayoniga makonlashgan ekan. Telefon olinishi bilan qarshi tarafdan xonimning aldirmay so'zgan ovoz anglandi. Ko'nilaning kech qo'ygan xudoyim och qo'ymabdi degani barhaq rost ekan. Qara Qaysar, men sening Bostonga borganingni bilib, Bostonda Uyg'ur bar yo'qligini surishti qilib, Uyg'ur yo'qligini bilgandan keyin do'stim Stevenning Harvard o'qigan singlisi bilan dag'i telefon qilib, uning uyida bir necha kun yetib tursang bo'ldiganligi haqida gap oldim. Mana bu bilan daning nomeri hozirla telefon qilgan. Men nurg'un tashakkurlar bilan Nancy xonim bilan so'zlashib bo'lgandan keyin bilan dag'i telefon qildim. Qarshi tarafdan yangroq ovoz keldi. Ha, shundaq. Nancy men topilgan edi. At tushda Harvard maydoniga taksi to'sib kel, men seni ilib olaman. Bu so'zlashlardan keyin ko'nglim ozroq aram topgandek bo'ldi. Ko'nglimdagi tashvish besiqqandan keyinla shu kuni butun kundagidek og'zimga bir giya salmaganligim esimga keldi. Qo'sqim qattiq ochgan edi. Ya Allah musofirchilik, ya Allah tashvish, ya Allah g'am, ya Allah muhtojlik. Shu asnoda bir yaponlik bola yenimga kelib qoldi va toza ravon bo'lmagan ingliz tilida dedi. Bu yotoqxona bekorlik kash tomoq berdi hozir. Birga chiqamdiq. Ama ya yotoqdagilarni kuzatganimda mushi balla ortiq gap qilmay o'ltirgan edi. Men uningga agishib, eliqi bekorlik tomoq berilgan yerga chiqdik. Salat va sandvichni bekorga berar ekan, yo ichimlik pul to'laydi ekanmiz. Buni menga kutuvchi qiz choy akilib bergan chaqda uqdim. Qatorda tizilib turib, tomoq qilish navbati menga kelganda, sandvichning ichidagi narsaga hukm qila olmay salatga esildim. Tomoq bulamdi bu. Buni anam baqqan kalalarmı yemeydi? Nima bu? Bu chaqda mening salat va sandvichni tunji qitim o'z ko'zim bilan ko'rishim edi. Shuning bilan barangidan yasalgan, qatirilib pishirilgan ushshaq yemeklikni azdula tepib, eliqi yapılliq bola bilan bir yerini tepib o'tdik. Shu hamon yosh bir oqtanli qiz nima ichsizlar deb oldimizga keldi. Ben çay dedim. Kız birdamla bir stakan çay götürüp aldıma geldi ve onu berip bulup qarab turdu. Nima qilishimni bilolmay tursam, yapılliq bola dedi. Mulozimat haqi to'laysan, tep to'laysan demoqchi. Qancha pul berman? $1 bersang bo'la. Men bu qizga $1 tanladim. Bir xil g'odirash ichida. Nada bizning yurtda ichgan chayga pul to'laydigan ish ba. Mush chayg'imni 8 so'm olamda. 8 so'm bu Urumchida tonur kavub bilan tuxum chaqtirib o'girichatdim emasmi? Ben Urumchida dollar tegishganda har bir dollar uchun 8 so'm 29 sentdan xalq puli to'lagan edim. Mavi yapılliq bichara o'ziga g'amni pulga setib olgan rabani ekan. Necha davlatni aylanibdi, endi Bostonga kelibdi. Ingliz yaxshi emas ekan, shunga do'st tuta olmabdi. Yolg'izlik his qilibdi. O mening aloqalash adresimni so'radi. Urumchilik chig'imda chet eldagilar bilan aloqa qilaman deb maktabning kompyuter hisoblash markazidan har bir elxat avatganim uchun 5 so'm to'laydigan bir adresim bor edi. U chaqda Facebook, Twitter degandeklar nima ish qilsin? Amasan Yahoo deganlardan xat sanduqi ichishni muhmayman-da. Shuning bilan unga iliqi oxiri Linux deb oxirlashadigan xat sanduqimning adresini berdim. Men nima qo'yda, bu nima qo'yda? To'g'udangal, o'chgangal tushapti degan mana shu. Atsi, ya'ni oktyabrning oxiri bo'lgani qarmay, shaqirab yig'ayotgan yomg'irda taksi to'sib, bilanda degan yerga bordim. Azroq saqlab tursam, bilanda mashinasini haydab keldi. O'zi qizg'in, 35-36 yoshlarda ba Harvard Kennedy ma'muriy boshqarish maktabini bitirib, o'z oldiga bir kishilik ish bajarish o'rni qurib ishlayotgan ayol ekan. U meni Harvardga yaqin yerdagi bir oyliklar binosiga ilib bordi. Ig'i $850 to'lab, hojatxona, oshxona va bir ig'iz uxlash uyi bor yerda turdi ekan. Bilanda 1980-yillarning o'ttirisida Qashqarga berib Qoraqo'rg'on tog'laridan o'tgan ekan. Shunga oz to'lib paranglashadigan tema chiqdi. Ammo mening esi yadim bu bir yolg'iz ayolning uyida uning bilan turish edi. Endi buning uyining nerede yotaman? Men bir to'y qilmagan yigit. Bu bir ayol bilan bir uydan chiqib kirib yursam, haq nima deydi? Urumchida to'y qildigan qizchaqam bilib qolsa qandoq qilaman? Keyin bildimki, bu g'amlarning hammasi o'rinsiz bo'lib chiqdi.
Faqat men Urumchiga berib to'y qilgandan keyin Urumchidan yetib kelgan ayolim az to'la savol so'rag'ini qilgandan boshqa. Bilanda meni uyga elib kelgandan keyin mendan nima yeydiganligimni so'radi. Tayyor cho'p bilan tuxum dedim. Kechda menga oshxonaning yonidagi kirslog'i o'rin silib berdi va monchoqqa tushirishimni aytdi. Voy endi men bu bir ayol bachadi qanday monchoq tushiman? Mavdudlikimni qaramandigan ishkini taqib tushib olsam bo'ladi-ku. Uyg'urlarning musulmon xalq ekanligini mening yiqib tatinib turib ketganimni ko'rib bilanda kulib ketdi. Qarindishim, mavo Boston nam pat monchoq tushib turmasang, tening purab qoladi. Men amsi uxlog'li uyim kirib ketdim. Sen buni monchoq tushib ol. Atsdan boshlab men u gizga, bu gizga qarayman. Uyingizda bilanдағы ko'stiman qiziqqan uylarni. Uylar joylashgan rayon va billa turadigan odamlarning sifatlariga qarab bilanda bo'lmaydi deyishib berdi. Bir chaqda bir qiz ijaraga beradigan uy bor deydi. U degan ya'ni ming tasdib basam 3 eg'iz uyi bor ekan. Spam millatidan bo'lgan bu qiz bir eg'iz uyni ijaraga berib bo'pti. Ya'ni bir eg'iz uyni menga $400 ijaraga bermoqchi bo'ldi. Qarsam bu menga bermoqchi bo'lgan uyning ishiki yo'q ekan. Bundaq yerda qanday xotirjamlik, ishki yo'q ekan-ku desam, o'rnitib bergichi adyol bilan to'saq tatib tursang bo'ladi deydi. Tova deb tas qoldi yaqamni tishiga. Sadagan ketay. Bu qanday ish? Rast gapni aytsam, quduksirdim. Shuni o'ylish baqay dedim-da, Bilandaning yana qaytib ketdim. Uy topolmay Bilandanikida bir hafta turib ketdim. Ikkinchi hafta yana boshlang'ili turdi. Bu o'qish mavsumining o'tirsida maktab atrofini uy tepish bakli taskan. Albatta, bahoning ko'ziga qaramasang, qimmat bog'liq yerlar shu amalga chiqadi ekan. Lekin men yotgan qarab put uzatmasam bo'lmaydi. Ikkinchi haftamni o'tay deganda Bilandaning rangi o'zgarib, gepi to'nglashqil turdi. Adam o'zini so'ramiz shundoq bo'lganini bilatdim. Uningmi to'g'ri edi. Lekin men yanchiqimdan so'rsam ahvolim yaxshi emas edi. Nansi seni bir necha kun tursan degan. Sen 2 hafta turib ketding. Cho'qim shu hafta og'iri chiqib ketsan. Endi uydagi telefon urmaysan. U shu vaqtgacha pul ketmaydigan rayonlarga telefon urishga ruxsat qilgan edi. Mening uning uylarini tozalab, qochillarini yuvib, ishxonasiga berib, yashik kitoblarini u yer bu yerga yo'tkib berishlarimning bag'ansir qimmat qolmay yotadi. Bilanda bilan keyin yaqin bo'lib ketdik. U keyinchi Kaliforniyaga ko'chib ketdi. Necha yilda bir Bostonga kelib turdi. Har kelganda menga telefon qiladi. Men bu fursatlarni tutib, buning ayni chaqda menga qilgan yaxshiliklarini qaytarishga tirishaman. Ayni chaqda degan gaplarni do'rab qo'yaman. Shunda qilganmadim. Voy bo'ldi qiyg'ina nomus qiyg'izmay meni deb ketdi u. Bu qistirm bayon. Xudoga shukr. Men oxiri Molden degan shahardan oyligini $320 bir kishining uyining ustidagi balxonni ijaraga oldim. Bo'yim tomlarga tegishib qoladi. Darizni ichib qo'ymsam, utunchiq o'libli qog'idek bir kichkina ya. Karvat va birli ustal bor. Men mo'shinchilik bir uxlaydigan yerning, ya'ni erkin azod orom oladigan yerning bo'lg'ini xo'sh. Uy egasi 1 oylik va keyingi oylikda $640 pulni oldi. Yaxshi yeri u meni mashinasi bilan yotgan ko'rpa, qozon, qo'much ilib chiqdi va ko'ktat sotadigan talla bozorini ko'rsatib qo'ydi hamda bankidan hisobot ichib berdi. Men bir qator o'rinish bo'lgandan keyin ozroq gurch ochdim deb yey degan niyatda talla bozoriga chiqdim. Mav ko'ktatlarning qimmatligini 2-4 tal pomidor olsam 23 so'mga, ya'ni shu chaqdagi xalq puliga sundirib hisoblaydi ekan har qanday yangi kelgan kishi. 23 so'mga to'xtabdi. Men uyga kelib, yangi adresimni ishlatib ota-onam xat yozganimda mush jarayonni qo'shib yozib saptimanda. Bu qitim ota-onamga yetib qolgandan keyin ularning uyqu bo'lamdi. Chunki ular mening qanchalik pul bilan chiqib ketganimni biladi. 2-3 tal pomidorni 23 so'mga olsa, bu balam qandoq jon boqadi? Voy bichora balam, o'zingga az. Nemish qilsan xalqning yurtiga chiqib, qaynoq suv ichsangmi yenimizda tursang bo'lmamdi deyishibdi. Men keyin uyimga telefon olganda, xidimni topshirib olgandan keyin onamning bir hafta degidek dum yetib yig'ilganini, balamdan telefon keldi, ovozini anglayman deb. Uydan yiroq 15 kilometr yiroqdagi telefoni bor idora Simont zavodiga
Her 2 haftada bir qitim səhərdə bilib berib alıdığını, mening 5 minutlik ovozim uchun 5 soat saqlab o'ltirib ketganliklarini anglab, ko'zlarimdan yoshlar yiqib ketdi. Bo'lmasa men aldirab ko'z yeshi qilmaydigan yigit edim. Endi men tunji kelgan vaqtda bana shundoq yordami tekkan, aydirimi chiqqan, shundoq uyda tug'ilgan odamlarga qilgan minnatdorliklarim tasvirlangan bir yozmam bor. Unutma u odamni deydigan shuni o'qib beraman. Unutma u odamni. Yo'chun elga qadam basgan chig'ingda unutma seni aydurimda kutib olgan odamni. Nima qilaringni bilmay tingraqab yurganingda unutma sana yo'l ko'rsatib umid bergan odamni. Musafirlik hayotning ichida miskin his qilganingda o'zingni unutma seni uyga boshlab choy bergan odamni. Vatanning teg'ini, cho'lini, suyini ham tuzini unutma sana aslab bergan Uyg'urlik sevgisi qaynoq odamni. Men unutmadim u odamlarni oldimga chiqqan. Men aslab turdim odamlarni menga ilhom bergan. Men ko'z yosh to'kdim ularning ba'zi ketganida, chunki ular insonlik sevgisini ko'rsatgan. Odamlar u bu deb bo'linigini bilan yaxshi va yomon deb ikki xil bo'ladi. Yomondan to'laroq men yaxshini unutmadim. Ularni har aslasam ko'nglim yana umidga to'ladi.